Boshqa bir oyatda aytadiki, sizlar o'limdan qochib yurasizlar. O'lim shuna narsaki, agar sizlar eng baquvvat binolarga kirib olsalaringlar, o'shda ajal kelgan bo'lsa, o'shda o'lasizlar deydi. Ya'ni bu degani hakimlar aytadilarki, o'limdan qochishning iloji yo'q deydi. Hamma o'ladi deydi. O'ladi. O'sha onani qornida yotganimizda berilgan ruh omonati qachondir olinadi bu omonat. O'sha omonatni oladigan kunimiz, omonatni topshirayotgan sekund soatlarimizni o'lim soati deydi. Sakaratul maut deydi. O'lim soat. Agar bu dunyoda abadiy tirik qolishning iloji bo'lganda Rasululloh alayhisalom hozir ham tirik bo'lardi. Akalar, shu akamiz, Ozarbayjonlik akamiz Koreyada olamdan o'tdi. Shu akamiz hech kimlari yo'q. Bir yordam qilishlaringizni so'raymiz. Bu akamiz yurak xurujidan vafot etdilar. Yoshlari 58 yoshdalar. Koreyada Chongju shahrida olamdan o'tdilar. Shu yerda Banisada yurak xurujidan bir andijonlik bir akamiz kam bo'lmasin, shu akamiz ancha yordam qildilar akamizga. Shunga Koreyadagi mashhur musofirda yurgan akalarimiz, ukalarimizdan iltimos qilib so'raymiz. Akamizga qo'llaridan kelgancha yordam chiqarsalaring, yurtlariga chiqarib o'zlarida janozalarni o'qitsa.